Do'stlar, o'sha internetda mashhur bo'lgan ming dardga davo bo'lgan Sirdaryoda hozir Sayxunobod degan joyga yetib keldik. Bu suv haqiqatan ichib ko'rdik. Issiq ekan. Keyin 8 kungacha o'z xususiyatini ushlab turadi deyapti aka. Ha, shunaqa deyishyapti bir hafta mobaynida. O'zingiz nima deysiz aka? Ichib bildingizmi? Foydasini? Foydasi juda zo'r. Onamlar ham shunday eshitdilar. Davo topib, sahrlarda 20 da edi. Hozirgi kunda 9 ga tushib ketdi. 9 ga tushib ketdi. Bilintirlar suv. Insulin ukol oldi, insulindan tushib ketdilar. Bu suv mutlaqo bepul. Bepul. Shunda keladi, oladi. O'zimiz Bo'kadan kelamiz. Bo'ka tumanida Mustaqilliston O'rtepa mahallasidan kelib, shu yerdan olib ketamiz, toshib ichamiz. Xudo xolasa. Do'stlar, kimgadir qizig'i bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Biz turgan joy qayerda aka, aniqi? Biz Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Ravot anaqasi, Ravot qishlog'i deyiladi. Postidan 5 kilometr ichkarida. 5 kilometr ichkariga bemalol kelaverasizlar.